Sochlarimiz bu neyronlar bo'lib, sochlarimizda xotiralar mavjud va har bitta hayotimizdagi yashab o'tgan kunlarimiz, quvonchli kunlarimiz ham, qayg'uli kunlarimiz ham, har bitta hayotimizda bo'lgan xotiralar sochlarimizda saqlanib qoladi. Bizning hissiyotlarimiz sochimizni turmagiga, sochimizni ko'rinishiga bog'liq. Sochingiz silliq bo'lgan holatda qattiqlikni o'zingizda his etasiz. Jingalakroq bo'lganda sal yumshoqlikni his qilasiz agar kuzatgan bo'lsangiz va sochlaringizni kesganingiz paytida ham o'zingizdagi yengillikni his qilasiz. Siz yashab o'tgan vaziyatlaringizdan va xotiralardan ozod bo'lganingiz uchun o'zingizni yengil his qilasiz. Shuning uchun ham har bir inson hayotida yangiliklar kiritmoqchi bo'lsa, sochlarini kesib, turli xil ranglarga bo'yab turishi kerak va bu bizni hissiyotlarimizga va o'y-hayollarimizga ta'sir qiladi. Agar hayotingizga quvonch energiyalarini kirgizmoqchi bo'lsangiz, albatta sochlaringizni kesib turing. Masalan, qanaqadir sizda og'ir vaziyat bo'lgan bo'lsa, hayotingizda albatta sochingizni kesishingizni tavsiya qilaman. Chunki u xotiradan ozod bo'lasiz. O'zingizda yengillik his qilasiz.